maslahatlarni berib, keyin mana shu zelion obreska bo'yicha o'zimizning maslahatlarni berib, hozir o'zlariga ham o'rgatib qo'ydik. Dehqon akalar, mana shu shoximiz mana bu yerdan chiqyapti. Mana ikkitalik. Buni mana shu 3 qismidan olib tashlayman. Mana shuni 70% ni olib tashlagan bo'lamiz. Ya'ni mana shu zelion obreska Bu ham ketyapti. Qilavering. Mana ketyapti. Hop. Bu baqa ketdi, manosini olaymi? Mana tegdimi? Manoni? Yo'q, qarang. Mana buni ham aytdim-ku 15 sant, mana ketdi endi. 15 santidan bo'ladi-yu, mana uni olgan. Assalomu alaykum, hurmatli limon ishqibozlari, bog'bon akalarimiz. Bugungi sanamiz 1 aprel 2025-yil hafta kuniga seshanba. Biz Furqat tumaniga qaraydim aka bu. Furqat Karmakmi? Karmak. Furqat tumani Karmakka keldik. Telegram kanalimizda bir faol akamiz bor. Kamoliddin akamning xonadonlariga keldik. Limonlarni ko'rib, maslahatlarni berib, keyin mana shu zelion obreska bo'yicha o'zimizning maslahatlarni berib, hozir o'zlariga ham o'rgatib qo'ydik. Montaj qilgan paytda qo'yib o'tib ketaman. Qisqacha qilib dehqon akalar sizlarga mana shu zelion obreska haqida ma'lumot berib ketsam. Chunki ko'p dehqon akalarimiz boshqa bir mana shu limon bilan shug'ullanadigan akalarimiz videolarini ko'rib ozgina boshqa yo'lga tushib qolyapti. Ya'ni adashib qolishyapti. Shuning uchun qisqacha video qilib berib ketaman. Videolarimiz manfaatli bo'lsa, yoqqan bo'lsa albatta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring, mana chiqaradigan videolarni sizlarga birinchilardan yetib boradi. Demak, dehqon akalar, bu yerda o'zim kelib obreskasini qilib berib ketgandim. Endilikda zelion obreskasini qisqacha sizlarga tushuntirib berib ketaman. Mana dehqon akalar, mana shu shoximiz mana bu yerdan chiqyapti. Mana ikkitalik. Buni mana shu 3 qismidan olib tashlaymiz. Mana ketdi bunisi, mana bu ham ketdi. Mana xo'p, endi zelion obreskadan qilinadigan maqsadimiz birinchi o'rinda shoxni ko'paytirish, ya'ni ona shoxni ko'paytirish va yildan yilga hosildorlikni oshirish maqsadida qilingani uchun zelion obreskada hozir kanalimizga 1-2 akalarimiz ham tashlabdi. U noto'g'ri narsa deb aytdim. Ya'ni birovni ishini yomonlab anaqa qilmayman. Mana shu ko'rib, o'zlaringga qaysi video manfaatli bo'lsa, yoqsa, sizlarning ko'ngillaringga ma'qul kelsa, bemalol shu ishni qilishlaring mumkin. Xo'p, demak, bu ona shoxni ko'paytirish uchun va bunga beradigan kuchni, ya'ni bunga tegmasak agar, bu mana shu shoxga tegmasak, bu kuzgacha 2 metrgacha o'sib ketaveradi. Shuning uchun buni to'xtatamiz uchidan va ona shoxchalarimizni yonlaridan chiqarib olamiz. Birinchisi, ikkinchisi mana bu uzgan, mana shu uchidan uzgan shoximiz, bilsalaring dehqon akalar, har bitta daraxtda, shu qatori limonda ham mana shu yangi shox, yangi novda surgandan keyin mana shu 3 qismiga ko'k shira, qora shira tushishni boshlaydi mana shu uchiga. Mana shuni 70% ni olib tashlagan bo'lamiz. Ya'ni mana shu zelion obreskani qilganimiz natijasida mana shu shiralar 70% chiqib ketadi. Ya'ni olib tashlaymizda, buni olib chiqib tashlaymiz. Xo'p, mana shu holatda mana limonlarimiz ajoyib holatda shoxchalayapti. Faqat dehqon akalar mana ular hali bor. Sababi buni bilmaymizki, bu ona shoxga aylanib keyingi gullari, ya'ni bilamiz limonlarimiz 4 martagacha gullaydigan bo'lsa, keyingi gullarini gullashligi mumkin. Shuning uchun biz har doim aytamiz, 25-30 santi bo'lganda kesinglar deymiz, ya'ni uchini chimdinglar deymiz. Mana bu ham, mana shu ham mana o'sib ketyapti. Chimdib qo'yamiz. 3 qismini chimdib qo'yamiz. Xo'p, dehqon akalar, mana bunaqangi holatda bo'lib gullashi ham mumkin. Bu ham mana bu yilgi shoxcha, mana yangi, hali tanasi yog'ochlanmagan yangi shoxchamiz. Bu ham mana uchidan meva beryapti. Mana bular ham xuddi mana shunaqangi holatda. O'sha bizga tashlangan videolarni ko'rib chiqqan paytimda mana shular qolyapti-da,
qolgan hamma shoxni olib tashlayapti. Bu noto'g'ri narsa. Sababi men shu o'zimda Telegram kanalimdagi dehqon akalarga tushuntirib berdim. Mana shu misol qilib aytaylik, 4 yoshlik limon ko'chat. Shunda 2000 ta shox bor. Bu yilga, mana bu yilga 2000 ta shoximiz bor. O'rtacha mana shu misol 35-40 kilo yoki 50 kilo qiladigan bo'lsa, keyingi yiliga ham agar biz mana bularni tars etib olib tashlaydigan bo'lsak, mana shoxlarni olib tashlaydigan bo'lsak, bu hosildorligimiz oshmaydi. Ya'ni shu 2000 ta shox qoladigan bo'lsa, keyingi yilga ham shu 35-40 kilodan meva beraveradi. Agar buni biz shu 25-30 qilib chimdib shoxlatadigan bo'lsak, yildan yilga ona shoxni ko'paytiramizda va hosildorligimiz yildan yilga oshib, ortib boradi. Dehqonlar, mana shu qisqacha qilib, xudo xolasa buni batafsil qilib videosini chiqaraman. Faqat lekin kelganim uchun qilyapman. Yana bir narsani aytib o'tib ketay dehqonlar. Hozir esga tushib qoldi mana shu narsa. Ko'rinadigan bo'lsa, mana sharbat buyurganmiz. Ya'ni bizning gruppamizdagilar ko'pchiligi biladi. Sharbat quydiramiz. Mana hozir tiniqroq kadrda ko'rsatib ketay. Mana dehqonlar, sharbat buyurganmiz. Sharbat quyilgandan keyin mana bunaqangi holatda plyonka bo'lib qoladi bu. Ya'ni shu go'ngli sharbatimiz mana shu holatda bo'lib qoladi. Buni har sharbat quyganimizdan keyin, yer yetilgandan keyin yengil panshaxda yoki bo'lmasam grabilda qirib qo'yishimiz kerak, ya'ni ochib qo'yishimiz kerak. Bu holatda yana sharbat quyadigan bo'lsak, bu qavatma-qavat bo'lib ketadi-da, ertaga biz quyadigan sharbatimiz tagiga emas, yonga qarab ketishni boshlaydi. Shuning uchun buni yetilgan paytida yengil qirib, chopib qo'yishimiz kerak. Ana shunda keyingi quyadigan sharbatimiz ham pastga qarab ketadi. Mana shu narsani ham e'tiborga olib qo'yasizlar dehqonlar. Qisqacha mana shu videolarimiz yoqsa bemalol like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Xo'p, telefon nomerlarini pastda qoldiramiz dehqonlar. Faqat hozirgi kunda soat 8 dan kechqurungi 7 gacha javob bera olaman. Undan u yog'iga telefonlarga javob bera olmaymiz. Sababi ishdan kelib biz ham oila bag'rida dam olamiz, boshqa qilamiz. Keyin 7 dan keyin deganim, xudo xolasa mana ro'zalarni chiqarib oldik, kuzatib oldik. Mana shu tutgan 1 oylik ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin. Bundan buyog'iga chatlarimiz o'sha o'zini eski sxemasi bo'yicha ketadi, ya'ni chorshanba, shanba kunlari video chat Telegram kanalimiz silkasini qo'yib ketaman. O'tib bemalol obuna bo'lishlaring mumkin. Xo'p, 1 oy chat qilinmadik, sababi hammani iftori bor yoki bo'lmasam tarovihga borishadi. Shuning uchun 1 oy ro'za payti qilinmadik. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa ertadan boshlab video chatlarimiz o'zini vaqtida davom etadi. Bemalol kirib o'zlaring qiziqtirgan savollarga javob olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Akamizga o'rgatgan narsalarimizni video montajda qo'yib ketamiz. Mana shu holatda mana dehqonlar, bunaqa baland ham bo'lib ketmagan, boshqa, lekin gullashlarimiz xudo xolasa yaxshi. Mana gullarimiz ko'pchilik aytadi, mana pushti gullarimiz xudo xolasa ona gullarga kiradi. Bu haqida ham alohida video chiqaraman, ya'ni erkak gul va urg'ochi gul haqida ham chiroyli qilib sizlarga video chiqarib beraman. Albatta kutsalaring manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar.